qalb qatiydi, qalb quriydi, qalb og'riydi, lekin sezmaysiz buni. Qalbingiz o'ladi ekan. Bu ishiga qachon pushaymon edi, bilasizmi? Ana shu pas, razil, safsata ishlar bilan ovora bo'lgan odam ahvoli nima bo'ladi? Bir odam kasal bo'ldi-da, laboratoriyaga borib turib analiz topshirdi. Insonning muammosi nimada? Behayo bo'lish, uyat gaplarni gapirish, har xil harom farishlarga kirishlik, jur'at, bu jasorat, erkaklik belgisi bo'ladi. Tasavvuf, birodarlar. 3-Jabroil alayhissalom so'ragan, ihson nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Mana shu tasavvuf degan ilmdan uzoqligimiz uchun qalblarimiz qatib ketgan. O'shuning uchun namozda turganimizda nechinchi rakatdaligi esimizdan chiqib qoladi. O'shuning uchun quloq qoqishimizga haqlarimiz, qarzlarimiz esimizga tushadi. To'g'rimi? O'sha tasavvuf, qalb, nafs tarbiyasi yo'qligi uchun qattiq dil bo'lib ketdik. Qarasang tuppa-tuzi namozxonga o'xshaydi, lekin odobini, axloqini qarasang ko'chadagi johillardan farqi yo'q. Nimaga? Tasavvufni inkor qilib qo'ygan. Sizlar o'zingizlar ham kitob o'qib ko'ringlar-da. Har qanday buloq chiqqan joyda toza bo'ladi suvi. Keyin oqib 1 kilometr, 2 kilometr oqqandan keyin chang tushadi, loy tushadi. O'sha joyda emas, chiqqan joydan iching suvda. Shuning uchun shart inkor qo'ymanglar, birodarlar. Bu hadisda dinni 3 qismga bo'lib berdi ilmini. Fiqh ilmi, aqida ilmi, tasavvuf ilmi. Qalbning musaffoligi, nafsning pokizaligi haqidagi ilm. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bari'a minan nifaqi man akthara min zikrillah." Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi. Qaytaramiz. Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi, munofiqlikdan. Chunki aytdik-ku, "Vala yazkurunalloha illa qalila." Munofiqlar ham Allohni zikr qilgan, faqat ozgina zikr qilgan. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Mana endi Alloh taoloning Subbuh ismini dars qilyapmiz. Subbuh, as-Subbuh ismi tasbih so'zidan olingan ekan. Mana endi tasbih aytishligimiz ham birodarlar haqiqiy bo'lishligi kerak. Alloh taoloni har qanday ayb nuqsondan, kamchiligidan poklashlik degani. Subbuh, ya'ni Alloh. Uni poklash kerak, uni ulug'lashlik kerak. Lekin siz bilan biz har qancha Alloh taologa tasbih aytib, u zotni poklamaylik ayb nuqsonlardan, bizi aytgan tasbihimiz lozim bo'lganchalik tasbih bo'la olmaydi. Har qancha ulug'lamaylik, biz baribir kerak bo'lganida qilib ulug'lay olmaymiz. Chunki bizi o'zi nuqsonliligimiz tayin. Biz nuqsonli bo'lganimizdan keyin qilgan ishimiz ham nuqsonli bo'ladi, birodarlar. Kechqurun qiyomul layl namozini o'qib, ertaman kekkayib yurgandan ko'ra g'ururga ketib, kechqurun tahajjud namoziga turaman deb uxlab qolib, ertaman turib xijolat bo'lib turganingiz afzal. Tushunarlimi? Sizni g'ururga olib boradigan savobli amaldan ko'ra bo'yningizni egilib Allohning oldida hokisorligiga sabab bo'ladigan gunoh afzal bo'ladi. Gunohni yaxshi demayapman men. Sizni g'ururga, kibrga olib borib qo'yadigan savobdan ko'ra xijolat olib uxlab qolibman, qilolmayapman deb bo'yningizni egilib turganingiz yaxshi. Butun mavjudotlar Allohga tasbih aytsa ham birodarlar kifoya qilmaydi. Ularning aytgan tasbihlari Allohning azamati, ulug'ligiga yarasha bo'la olmaydi. Chunki bandalar Alloh taoloning azamati, ulug'ligi qanchalar katta, ulkan ekanligini bilishga qodir emas-da. O'shuning uchun ular aytgan tasbihi hech qachon talab qilinganda bo'lmaydi. Payg'ambarimizning hadislaridan bir odam bir duoni aytdi, bir zikrni aytdi. Malaikalar haligi bandani aytgan zikrini nechta savob deb yozishlikni bilmasdan Robbisi subhanahu va taologa murojaat qilishdi, iltijo qilishdi. Parvardigor, ana bandang shunaqa bir gapni aytdi, shunaqa bir zikr qildi seni. Qancha savob yozishni bilmayapmiz uni daftariga. Nima dedi bandam? Alloh biladi nima deganini.
Lekin farishtalarning tilidan eshitishni xohlaydi. Banda aytdi: "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik." dedi. Nima degani edi? Ey Parvardigor, senga shunday hamd va sano bo'lsin. Kama yanbaghi li jalali wajhik. Yuzingning ulug'ligi qanday bo'lsa, va azimi sultonik, saltanatingning buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd va sano bo'lsin dedi. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taoloning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Yodlab olinglar shu duoni. Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik. Qiyinmi? Qiyin emas. Yodlab olinglar shu duoni. Lekin har qancha hamd aytmang, har qancha tasbih aytib Allohni poklamang, sizning tasbihingiz talab darajasida bo'lmaydi. Chunki sizning amallaringiz baribir nuqsonli bo'ladi. Allohga tasbih aytishimiz, uni ulug'lashimiz lozim bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizni tasbihimizga muhtoj emas. Biz uni ulug'lashimizga muhtoj emas. Allohga tasbih aytish bizga kerak. Qanchalar Allohni ulug'lar ekanmiz, tasbih aytar ekanmiz, shu bilan Allohga yaqin bo'lamiz. Allohga qancha yaqin bo'lsak, ikki dunyoda saodat topamiz. Suv quymasangiz gul nima bo'ladi ahvoli? Quriydi, so'liydi, o'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek zikr bo'lmasa, qalb qatiydi, qalb quriydi, qalb og'riydi, lekin sezmaysiz buni. Qalbingiz o'ladi lekin. Masalul ladzi yadhkuru robbahu vallazi la yadhkuru robbahu kamathalil hayy val mayyiti. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik odam bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Allohga tasbih aytish birodarlar bizga kerak, Allohga emas. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Va qala Musa in takfuru antum va man fil ardi jami'an fa innalloha lag'aniyyun hamid." Musa alayhisalom aytdi: "Agar sizlar o'zinglar va yer yuzidagi barcha kishilar kofir bo'lsanglar ham Allohga zarar yetkaza olmaysizlar. Zero Alloh sizlarda shukr qilishingizdan behojat, hamd va sano egasi bo'lgan zot. Allohga kerak emas bizning tasbihimiz. Senga kerak banda. Ayt, Allohga yaqin bo'l. Ko'p ayt, Allohga yaqin bo'l. Allohga yaqin bo'lgandan keyin saodat top dunyoda. Sabbihisma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini poklang. Bu birodarlar ilohiy buyruq. Sen tasbih aytayotganingda ufuqul a'lodasan. Eng oliy ulug' ish ustidasan. Mayda, razil, past ishlar ustida emassan. Taassuf odamlarning juda ko'pi ayni mana shunday past, safsata, razil ishlar bilan ovora bo'lishadi. Bu ishiga qachon pushaymon edi, bilasizmi? Ko'zi yumilib ochilgandan keyin, o'lib tirilgandan keyin biladi. Bu telefon ushlab o'tirishligi, zikr qilmasdan har xil narsalar bilan ovora bo'lganligi xato ekanligini umrini boy bergandan keyin tushunadi. Mana yosh kattalar bir paytlar bo'lar edi, kallaylar shunaqa bir 4 marta eshsiz yodlab olardingiz. Bo'larmidi? Bo'lar edi. Hozir bormi shu kalla? Pushaymon bormi, yo'qmi? Pushaymon bor-a? Telefon ushlaganlar ertaroq ketadi kallaylar. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ana shu pas, razil, safsata ishlar bilan ovora bo'lgan odam ahvoli nima bo'ladi? Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Qul innal khosirina allazina khosiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah." Albatta ziyonkorlar qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. O'ylanib ko'ring-da. Qachon oxirgi marta o'sha qo'lingizdagi telefonni yoki televizorni o'chirib turib, dasturxon ustida bola chaqangiz bilan yuziga qarab o'tirib, bir Allohning bir oyatini yoki payg'ambarimizning biron bir hadisini muhokama qilgandingiz? Ancha o'ylanish kerak. 1-2 oyda qaytarish kerak. Qachon o'tiradi? Yo'qlimatda. Seni Allohga yaqin qilgan har bitta narsa tasbih.
Seni Allohga yaqin qilgan har bitta so'z, har bitta ish bu tasbih bo'ladi. Sen Allohning azamati, qudrati, rahmati, intiqomi, lutfi, marhamat haqida tafakkur qilasan. Ana shu tafakkur qilishing tasbih. Burjlar haqida gapirding osmondagi. Allohni eslatdi, bu tasbih. Insonning jasadidagi bir ajoyibotlarni gapirib, odamlarga Allohni eslatding, bu ham tasbih. Qur'on oyatlarini sharhlading, shu ham tasbih. Senga Allohni eslatadigan har bitta narsa tasbih bo'ladi. Tushunarlimi? Innalaka fin-nahari sabahan tawila. Albatta siz uchun kunduzi uzun, tinimsiz mashg'ulot bordir. Ya'ni zikrda bo'ling doim. Alloh taoloni zikr qilishlikning cheki yo'q. Mol dunyoni, umuman borlig'ini, tabiatni chegarasi bor. Har qancha pulingiz ko'p bo'lmasin, birodar, pulingiz cheki bo'ladi. Va pulingiz har qancha ko'p bo'lmasin, abetda bir chin ovqat yeysiz. Boshingizga bitta do'ppi kiyasiz. Bitta pastelda yotasiz. Bularda barining chegarasi bor. Ammo sen agar Allohni tanisang, poklab ulug'lasang, sen Xoliqul Kawn bilan aloqaga chiqding. Endi bu saodat oldida dunyoning hamma matohi qadrsiz bo'lib qoladi. Tasbih Allohni unga loyiq bo'lmagan har qanday narsadan poklashing. Mattaqada sohibatan wala walada. Robbimiz subhanahu va taolo biron juft yoki farzand tutgan emasdir. Qarang, kimdir aytishi mumkin, palonchini Alloh kofir qilib yaratdi. Kofir qilib yaratdi. Dunyoga kofir bo'lib keldi. U Allohning irodasini amalga oshirdi. Shuning uchun abadiy jahannamda bo'ladi. Bu birodarlar Alloh taoloni sha'niga to'g'ri kelmaydigan gap. Allohni poklang bu narsadan. Alloh hech kimni musulmon kofir qilib qo'ymaydi. Dunyoga kelganda fitratda tug'iladi. Islom fitratida. Rasul aytganlar kullu mavludin yuladu ala fitratin. Har bitta chaqaloq islom tabiati bilan tug'iladi. Keyin ota-onasi uni yo yahudi qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi. Agar Alloh taolo bir bandani kofir qilib yaratgan bo'lsa, unda qiyomatda nimaga hisob kitob qiladi? O'zi kofir qilib qo'ygan bo'lsa, o'zi bunaqa bo'lmaydi. Unda hujjat Allohning zarariga bo'lib qoladi-yu. Alloh taolo aytadi: "Va hal nujazi illa al-kafur." Biz faqat kofir bo'lgan kimsagagina mana shunday jazo beramiz. Boshqa oyatda hali mushrik bo'lgan kimsalar agar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham na mushrik va na biron narsani harom qilib olmagan bo'lar edik deyshadi. O'zlarining kufrini Allohning taqdiriga to'ngashadi. Alloh bizni shunaqa qilib yaratib qo'ydi deyshadi. Alloh bu narsadan pok. Subhanalloh. Kazalika kazzaballazina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Ulardan avvalgilar ham to azobimizni totgunlaricha mana shunday yolg'on chiqilganlar. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann va in antum illa takhrusun. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Huzuringizda bizga ko'rsatadigan biron hujjatingiz bormi? Gapingizda to'g'ri ekanligiga. Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz, sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Demak, Alloh taolo hech bir kimsani bironta ishga majbur qilmaydi. O'zi majbur qilib qo'yib turib, keyin qanaqa qilib hisob kitob qiladi, birodarlar? Qul lillahil hujjatul baligha. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohning huzuridadir. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtangizda ham buni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik, siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa,
biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa, yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'lar edi. Qiyomat kunida Alloh taolo adolat qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Bizni qilayotgan savobli amallarimiz bu jannatning mukofoti, jannatning xizmat haqqi emas. Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Qilgan amallarimiz ana shu jannatdagi darajamizni belgilaydi. Demak, Alloh taoloni zulmdan poklashligingiz bu tasbih bo'ladi. Alloh taolo hargiz bandalariga zulm qilmaydi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Astagfirullah, la zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Qiyomat kunida hech kimga Alloh zulm qilmaydi. Fama kana Allohu liyazlimahum. Bas Alloh ularga zulm qilguvchi bo'lmadi. Bir qavmni balo bilan, ofat bilan qirib, yakson qilib yo'q qilgan bo'lsa, orqasidan aytayapti Alloh taolo, Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ular o'zlariga o'zlari zulm qilishib oldi. Wala yuzlamuna fatila. Qiyomat kunida ularga qilchalik zulm qilinmas. Demak, subhan robbiyal a'lo, subhan robbiyal azim, subhanalloh deyotganimizda Alloh taoloni har qanday aybdan poklayotgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar hardal o'simligining urug'idek yaxshilik yoki yomonlik qilingan bo'lsa, o'shani ham keltiramiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz. Demak, Alloh azza va jalla zulm qilmaydi. Allohni zulmdan poklaymiz. Tasbih nima? Tasbih Alloh taoloni juftdan va farzanddan poklashlik. Biz musulmonlar Alloh taoloni farzanddan va ayoldan poklaymiz. Chunki Alloh taologa bu sifat loyiq emas. Fala haddalahu, fala ziddalahu, fala niddalahu. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, Alloh taoloning haddi yo'q, chegara yo'q Allohga. Alloh taoloning ziddi yo'q va Alloh taoloning tengi yo'q. Fala niddalahu. Shuning uchun Quraysh mushriklari Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelib savol so'rashdi. Robbingni bizga sifatlab ber. Javob o'laroq Qur'oni Karimdagi hammamiz bilgan Ixlos surasi nozil bo'ldi. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Alloh behojatdir. Lam yalid tug'madi va lam yulad tug'ilmadi va lam yakun lahu kufuwan ahad. Hech kim Allohga tengmas. U farzandga muhtoj bo'lish, xotinga muhtoj bo'lishlik, o'zi umuman bir narsaga muhtoj bo'lishlik bu mahluqotlarning sifati. Alloh azza va jalla bunday nuqsondan, bunday bir aybdan pok bo'lgan zot. Tasbihning ma'nolaridan as-subbuh ismi haqida aytiladi. As-subbuh, ya'ni Alloh taoloning sifatlari komil va go'zaldir. Inson nimani yaxshi ko'radi? Inson go'zalligini yaxshi ko'radi. Komilligini yaxshi ko'radi. Atoni yaxshi ko'radi. Mana shu uchala yaxshilikning masdari o'ziga Alloh subhanahu va taoloning o'zi bo'ladi. Komillikning masdari Alloh. Go'zallikning masdari asli Alloh va ato qilishlikning asli ham Alloh subhanahu va taolo. Ato qiladigan ham yolg'iz o'zi, Alloh azza va jallaning ishlari yomonlik va nuqsondan pok. Astagfirullah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Ayting, ey mulk davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilursan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingdadir. Biyadikal xoyr. Yaxshilik seni qo'lingda. Bu oyatda biyadikal xoyr deyildi. Yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki Alloh taolo bandalarga hargiz yomonlik qilmaydi.
Avvalgi darslarimizda aytdik. Bu borliqda yomonlik bor bo'lsa, bu yomonlik nisbiy yomonlik deyiladi. Mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Mutlaq yomonlik degani orqasida hech qanaqa yaxshilik bo'lmagan. Boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham yomonlik, mutlaq yomonlik deyiladi. Bunaqa yomonlikni bo'lishligi mumkin emas. Masalan, bir odamni oyog'i sindi. Bu mutlaq yomonlikmi yoki nisbiymi? Nisbiy. Chunki oyog'i singani zarar bo'lsa, endi ko'chaga chiqa olmaydi, gunoh ma'siyatdan ham tiyildi. Orqasida nimasi bor? Foydasi bor. Bir odam kasal bo'ldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligi nima? Gunohlariga kaforat bo'ladi. Bir odamning katta miqdordagi pulini birov tortib oldi, g'asb qildi, zulman tortib oldi. Bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligichi? Qiyomatga qoldi. O'zi o'tkaza olmasda buncha miqdordagi pulni, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Bu dunyoda bo'layotgan yomonliklar mutlaq yomonlik deyilmaydi. Bu nisbiy. Har qanday yomonlik orqasida nima bor? Bitta yaxshilik bor. Mana shu borliq samo bo'lsin, quyosh bo'lsin, osmondagi sayyoralar bo'lsin, yer bo'lsin, suv bo'lsin, borliq. Alloh yaratgan mahluqotlarning hammasi Allohga tasbih aytadi. Lekin biz ularning tasbihini tushunmaymiz. Astagfirullah. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ard wa man fihin va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. 7 osmon, yer va ulardagi bor jonzot Allohni poklar. Allohga tasbih aytadi. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd va sano aytish bilan u zotni poklar. Lekin sizlar ey insonlar, ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Dar haqiqat u halim va mag'firatli bo'lgan zotdir. Birodalar, nimaki bor bo'lsa bu borliqda. Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning hammasi tasbih aytadi. Faqat ularning tasbihi qanaqa ekanligini biz tushunmaymiz. Ehtimol shamolni, daraxtlarni qimirlatayotganligi shamolning tasbihidir. Shu shamolda daraxtlarni chayqalayotganligi tasbihidir. Dengizni to'lqinlanayotganligi tasbihidir. Hayvonlarni Alloh o'rgatgandek, ilhom bergandek ish yuritishligi tasbihdir. Butun borliq Alloh taologa tasbih aytib turganda, g'ofil inson tasbih aytishdan to'xtab qoladi. Hamma narsa tasbih aytadi, lekin inson mana shu koinotni Alloh unga bo'ysun deb berganiga qaramasdan tasbih aytmaydi, g'ofil bo'ladi. Uyalmaydimi? Qilayotgan har bitta ishiga inson qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Mana shu dunyoda ne'matlariga, lazzatlariga sho'ng'ib ketishlik aqldan bo'ladimi? Bu aqli yo'q, ixtiyori bo'lgan hayvonlar qiyomat kunida mas'ul, javobgar bo'lmaydi. Ammo inson qiyomatda javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyishim men uchun quyoshning nuri tegayotgan hamma narsadan yaxshi. Butun borliq o'zini bor bo'lib turishligida Alloh taologa tasbih aytar ekan. Subhanalloh der ekan. Astagfirullah. Va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar va inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Zero deydi Alloh taolo Baqara surasida. Zero shunday toshlar borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari ham borki, Allohdan qo'rqqanidan pastga qulaydi. Tosh yorilib ichidan suv chiqadi. Tosh Allohdan qo'rqib yumalaydi pastga qarab deyapti. Endi toshni Alloh taolodan qo'rqishligi mana shu oyatning nassi bilan sobit bo'ldi. Tosh qo'rqar ekan. Endi insonchi? Endi bu insonning qalbi toshdan ham qattiq. Ta'sirlanmaydi, yig'lamaydi, qo'rqmaydi. Bilasizlarmi, inson zoti nima uchun yer yuzidagi eng mukarram maxluq deyilgan? Va laqad karramna bani adama deydi Alloh taolo Qur'onda. Biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Ularni quruqlik va dengizda ko'tardik. Va yaratgan mahluqotlarimizdan, bandalarimizdan ko'plaridan aziz qildik.
Chunki nimaga inson eng aziz mukarram maxluq? Chunki u omonatni ko'tardi. Inna aradnal amanata alas samawati val ard. Biz mana shu omonatni deydi Alloh taolo, din degan omonatni, Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan bo'ysunish degan, din degan omonatni osmonlar va yerga taklif qilganimizda ular bosh tortishdi. Ko'tara olmaymiz buni deyishdi. Lekin inson ko'tardi uni deydi. Mana shu omonatni ko'targani uchun inson eng aziz mukarram maxluq. Tushunarlimi? Bizi figuramiz chiroyli bo'lganligidan, aqlimiz, tilimiz ravon bo'lganligidan aziz mukarram emasmiz. Allohning dinini ixtiyorimiz bilan bo'yinsunaman deb qabul qilganligimiz uchun aziz mukarrammiz. Va mallohu bighafilin amma ta'malun. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Demak, yuqoridagi oyatlardan ma'lum bo'lyaptiki, koinotdagi har bitta narsa Allohga tasbih aytadi, faqat g'ofil, kofir insongina mana shu tasbihdan uzoq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqa subhatu wajhihi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqihi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Mirojdan qaytib tushganlarida Alloh taolo bilan rozi aytishdi. 5 mahal namozni farziyatini olib tushdilar va Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, hal ro'ayta robbaka? Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida an-nur, nur, anna ara. Hamma yo'q nur edi, qayoqdan ko'raman dedi. Mana Robbimiz subhanahu va taolo haqida payg'ambarimiz aytibdilar, uning hijobi nurdir. Nurdan bo'lgan nimasi bor? Hijobi bor, to'sig'i bor. Uning yuzini pokligi, yuzining nuri mahluqotlardan ko'zi yetadigan joygacha kuydirib yuboradi. Ya'ni Alloh taoloning nazari qayerga yetsa, agar shu pardani ko'tarsa, bu nur, bu yorug'lik butun mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Ya'ni butun mahluqotlarning hammasini kuydirib yuboradi. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan Tavrotni qabul qilib olishlik uchun mana Tur tog'iga keldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga o'zi gapirdi. Mana eshitganidan keyin Parvardigor, arini anzur ilayk. O'zingni ko'rsat, senga bir nazar solay, senga bir boqay dedi. Alloh taolo nima dedi? Lan taroni. Hargiz meni ko'ra olmaysan. Inson bu dunyoda turar ekan, hali o'lmas ekan, jannatga kirmas ekan, hargiz Allohni ko'rishi mumkin emas. Qachonki Musa va'dalashgan vaqtimizda Tur tog'iga kelib, Parvardigori unga bevosita so'zlagach, u Musa dedi: "Parvardigorim, menga jamolingni ko'rsatgin, senga bir qaray." Alloh dedi: "Sen meni bu dunyoda hargiz ko'ra olmaysan." Lekin bandasini boyaga qiziqishini qanoatlantirib qo'ydi Alloh taolo. Ibrohim alayhisalom aytgan edi-ku: "Arini kayfa tuhil mauta." Parvardigor, o'liklarni qana qilib tiriltirasan, ko'rsat deganida 4 ta qushni ol, hammasini boshini o'z, go'shini patlari bilan qiyma qilib chop aralashtir, tog'ni, 4 ta tog'ni cho'qqisiga qo'y, so'ngra ularning ismini aytib chaqir dedi. Shunday qilganida boyaga go'shlar patlar yig'ilib, qushga aylanib keldi, boshini oldi, 4 ta qush bo'ldi. Endi Musa alayhisalom ham Parvardigor ko'ray seni dedi. Alloh taolo aytdi: "Ammo mana bu tog'ga qara, men unga ko'rinaman. Men ko'ringanimda ana shu turgan joyda turib qolsa, sen ham meni ko'ra olaysan" dedi. Falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Qachonki Parvardigori u tog'ga ko'ringan edi, uni mayda-mayda qilib tashadi. Dunyoda inson Alloh taoloni ko'rishi mumkin emas. Jannatga kiradi, Robbisini ko'radi. Ha, biz ko'ramiz. Bizning e'tiqodimizda Alloh taoloni ko'ramiz biz. Ana shu adashgan toifalardan Mu'tazilalar Alloh taoloni ko'rib bo'lmaydi. Sen mana shu ko'zingni soqqasiga joylashgan ko'zingga Allohni sig'diraman deb ishonyapsanmi? deb ular Allohni ko'rishni inkor qilgan. Hatto jannatda ham ko'rib bo'lmaydi deyishgan. Bizning e'tiqodimizda birodarlar, ahli sunna val jamoat e'tiqodida Alloh taoloni ko'ramiz. Tog' parcha-parcha bo'lib ketdi. Va xarra Musa soiqo
falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul mu'minin. Va ana avvalul mu'minin. Musa boyagi tog'ni mayda-mayda bo'lib yo'q bo'lib ketganligini ko'rganidan keyin hushsiz holda yiqildi. O'ziga kelgandan keyin esa pok Parvardigor, noo'rin savol so'rashdan o'zingga tavba qildim. Endi men iymon keltiruvchilarning eng avvali peshqadamiman dedi. Shuning uchun Qur'onda aytiladi: la tudrikuhul absor. Uni Allohni ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar ko'ra olmaydi. Bu dunyoda turib hech kim Allohni ko'ra olmaydi, faqatgina oxiratda jannatda. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Vujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira. U kunda mo'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlariga boqib turguvchidirlar. Ko'ramiz Robbimizni subhanahu va taolo. Maqsad shu. Eng oliy maqsadimiz Allohning jamolini ko'rish. Alloh hammamizga shuni baxtini nasib qilsin. Qul ja'al haqqo va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayting ey Muhammad alayhisalom, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zero botil yo'q bo'lib ketadigan narsa bo'ladi. Alloh taoloning jamolini ko'rishlikka inson hardor bo'lishligi kerak. Mana shu emas men aqlli odam ishi. Ana shu Allohning jamolini ko'rishligi uchun inson nafsini jilolay bilishligi kerak. Allohga tasbih aytishlik birodarlar har vaqtda bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Astagfirullah. Fa subhanallohi hayna tumsun va hayna tusbihun va lahul hamdu fis samawati val ardi va ashiyin va hayna tudhirun. Mana shu namoz vaqtlari aytilgan shu oyatda. Shunda tasbih aytinglar deyapti. Bas tunga kirish paytlaringizda ham, tongga kirish paytlaringizda ham, oqshomda ham, peshinga kirishingizda ham Allohga tasbih ayting. Qarang, namoz vaqtlari tunga kirayotganingda, tongga kirayotganingda, oqshomda, peshinda Allohga tasbih ayt. Ya'ni tasbih doimiy bo'lishligi kerak. Subhanalloh. Subhanalloh. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklab tasbih ayting. Inson qachon tasbih aytadi? Qalbini tub-tubidan. Qachoniki tafakkur qilganda. Inson fikr yurgizsa, tafakkur qiladigan bo'lsa, subhanalloh deyishlikdan boshqa chorasi qolmaydi. Chunki o'ylanib ko'ring, farzandlaringiz bor. Balog'atga yetdi, o'rta yoshda, go'dak, shu jiji deylik. Bir tomchi suv shu. Bir tomchi suv. O'ylab ko'ring-da, siz bilan biz ham aslimiz bir tomchi suv. Shu bir tomchi suvdan mana shunday bir komil suratdagi insonni yaratgan Alloh taolo. Buni sizga hujjat dalillar bilan, ilmiy asoslar bilan tushuntirib bersa, subhanalloh deysiz. Shuning uchun tasbih yurakdan chiqishligi uchun, qalbni tag-tagidan chiqishligi uchun mahluqotlar haqida fikr yuritish kerak. Tufakkiru fi mahluqatillah va la tufakkiru fi zatihi fatahlaku. Sizlar Allohning mahluqotlari haqida fikr qilinglar. Allohning zot haqida tafakkur qilmanglar. Aks holda halokatga uchraysizlar. Allohning qanaqa ekan o'zi zoti deb turib kirishmaymiz. Chunki ana shu Fiqhul Akbarning sharhida aytilganidek, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. O'zingizlarga qaytarib olinglar-da. Eplolamakinsizlar. Qaytara olmaysizlar, ishon 90% qaytara olmaydi. Lekin domlalarda aqidasi noto'g'riligini bemalol muhokama qilaveramiz, ha? Mashada o'tirganlardan aqidaga tegishli bir 50 ta kitob o'qigan odam bormi? Qo'l ko'taringlar desam hech kim ko'tarmaydi. O'qiganmisiz? Qo'lingizni ko'taryapsizmi?
Siz. Siz nima qilyapsiz-ku? Qo'lingizni ko'tarmay turing, birodar, qo'l ko'tar deganimda. 50 ta kitob o'qiganmizmi aqidadan? Yo'q. 45 ta. Yo'q. Bo'lmasam-chi, bunday qilaylik. Aqida haqida bahs qilmaylik biz, birodarlar. Aqida haqidagi bahsli mavzular ulamolarning 20-30 etajda bo'ladigan mavzular. Ulamolar hal qilishadi, ulamolar hujjat dalil keltiradi, har kim o'zining hujjati bilan qoladi, birodarlik ichi tarqab ketaveradi. Ammo avom xalq orasiga olib tushadigan bo'lsangiz, Allohning zot haqidagi bahslarda avom xalq bir-biriga dushman bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing, Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zoti qanaqa ekan deb tasavvur qildingiz, tafakkur qildingiz, to'xtadingiz. Meni aqlim yetmas ekan Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka dedingizmi? Demak, Allohni tanibsiz. O'shuning uchun Alloh ayerda, Alloh mayerda, Allohning yuzi, Allohning qo'li degan temalarga kirishmaylar qo'yasiz. Chunki mo'min banda Robbisi haqidagi e'tiqodi, aqidasida ozgina shubha qilib qolsa, ikkilanib qolsa, shu holda o'lsa kofir bo'ladi. Imom Azam fiqh akbarda aytadi, mo'min aqidasiga tegishli bo'lgan nozik masalalarda ikkilanib qolsa, u uchun bitta yo'l qoladi. Nima deydi u? U ham dalil keltiryapti, bu ham dalil keltiryapti. Biri ag'dasa, biri bag'da deyapti. Ikkita odam gapiryapti, bir-biriga zid, lekin ikkalasining kitob sunnatdan dalili bor. Ikkilanib qoldi, o'zi kitob ko'ra olmaydi. Bittasining gapiga ishonish kerak. Shunda nima qiladi? Aqidani nozik nuqtalarida mo'min odam shubhaga borib qolsa, ikkilanib qolsa, aytish kerak. Imom Azam aytadi buni. Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Va bu gap to bir biladigan bir olimdan borib aniqlab so'rab olgunicha uni himoya qilib turadi e'tiqodini. Masalan, mas safarda eshitdingiz, gangib qoldingiz. Qanaqa ekan deb. Alloh hadi ekan deb. Allohning nazdida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, men shundaman dedingiz va bu gapingiz to bir ishonchli olim odamdan borib so'rab olgunizcha ishlaydi. So'rab aniq qilib oling e'tiqodingizni. Tushunarlimi, birodarlar? Allohning zotini qanaqa ekanligini, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qanday idrok qilolmaydi insonda aql ahil podvodni lodka yasab suv tagiga tushyapti, kosmosga chiqyapti, klonирование qilyapti. Shunga yetgan aqli nahotki Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qila olmaydi desa, aqliy misol keltiramiz. Tilla tortadigan tarozi mana shu telefonchalik tarozi bo'ladi. Buni ati nima? Tarozi. U 500 grammgacha tortadi. Keyin mana bu do'konlardagi kartoshka piyozni qopi bilan tortadigan tarozi bor. U 500 kilogacha tortadi. Uni ham ati tarozi. Endi mana yuk mashinalarning ko'miri bilan ustiga chiqarib tortadigan tarozilar bor. U 50 tonnagacha tortadi. Uni ham ati tarozi. O'sha 500 grammlik yukni ko'taradigan tilla tarozining ustiga o'sha yuk mashinani ko'miri bilan chiqarib qo'ysangiz nima bo'ladi? Pachaqlanib ketadimi? Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la, Allohning zotini qanaqa ekanligini idrok qilgani sizni aqlingiz ojizlik qiladi, qosirlik qiladi. Siz Alloh taoloning zoti haqida fikr qilish emas, sizni tirik qilib turgan ruh haqida fikr qilib ko'ring. Nima u ruh? Aytib bera olasizmi? Aytib bera olmaysiz va bundan keyin ham aytib berish olmaydi. Astagfirullah va yasalunaka ani ruh. Sizdan ey Muhammad alayhisalom ruh haqida so'rashadi. Quli ruhu min amri robbi. Ayting, ruh Robbim ishi va ma utitu minal ilmi illa qalil. Sizlarga ozgina ilm berilgan. Insoniyatning oldida qanaqa bir ilmiy kashfiyotlar turibdi hali. Alloh biladi qaygacha borishini, lekin ruhni aniq bila olmaydi. Inson tirik edi, nima yo'qoldi undan? Soch soqoli unda turibdi, vesi o'shligicha turibdi, hamma yo'q bor, lekin ruh yo'q. Qani u? Shuning uchun birodarlar, bizni e'tiqodimiz, bizni aqidamizda Allohning zoti haqida fikr qilishlik mumkin emas. Adashib qolasiz, ikkilanib qolasiz, Alloh saqlasin, iymondan chiqib ketib qolasiz.
Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Bizni aqlimiz yetmagan, ilmimiz yetmaydigan narsalarga aralashmaydi, birodarlar. Xo'p. Bolangizni ko'zini operatsiya qilish kerak bo'lsa, eng ishonchli doktorga olib borasiz. Eng qimmat doktorga olib borasiz. Ha? Chunki bolangizni ko'zida ikkita yana u ko'zi. 60 yil, 70 yil yashaydigan odam shu ko'zini ehtiyot qiladiki, shu 60-70 yil foydalanish kerak edi ko'zidan. To'g'ri kelgan doktorga olib bormaysiz ko'zini kavlatgani, to'g'rimi? Tish bo'lsa bo'pti endi 32 ta u. Sug'urlar o'rniga boshqa qo'ysa bo'ladi. Bolangizni yoki o'zingizni ko'zingizni davolatishlikda eng mutaxassisga olib borasiz u e'tiqod aqidangizni belgilashda, shakllantirishlikda to'g'ri kelgan odamga gapini olib ketaverasizmi? Birodarlar, insof qilaylik. Ma'qulmi? Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Alloh qayerda degan savolni berdi bir ukamiz, o narigi masjidda edim. Men o'zimning gapimni aytishni o'rniga Shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi, maqomi baland, shu odamga gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb, Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, Qizilqiyaliman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit Shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak menimcha. Keyin aytayaptiki, men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz a. O'sha Liviyadagi Glavniy bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat. Qancha kitob yozdi? 200 yaqin kitobi bor. Shu kishining ilmiga guvohlik bermaydigan darajaga chiqibdi shu yigit. Endi nima deysiz endi? Shuning uchun asalari pashaga asalni tezidan yaxshi narsa ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Chunki asalari pashaga asalni tezidan yaxshi ekanligini tushuntiraman deb ovora bo'lsa, asal yo'q bo'lib qolar ekan. Asalni faqatgina asalari jamlar ekan, tezini hamma chiqaradi. Bir paqir asalni yig'ishlik uchun bir yashik ari 2 oy mehnat qilsa, bir paqir tezini chiqargani 4 ta mol, 4 ta sigir abedgacha ishlasa yetadi. Asalarini pashaga asalni tezidan afzal ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Agar bu narsa bilan ovora bo'ladigan bo'lsa, odamlar asalsiz qolib ketar ekan. O'zi asalari esa qishki zapas yo'q, o'lib ketar ekan. Tushunarlimi? O'shuning uchun hammaga ham asalari bo'lishlik nasib qilmas ekan. Ana shunday bir xalqiga, ummatiga foydali bo'lgan insonlar barmoq bilan sanaladigan odamlar bo'lar ekan. Endi shu maqom shuncha umrini dinga sarflab qo'ygan odamlarni tan olmaydigan holatga tushib qolgan birodarlarimizga vaqti yo'q deb gapirib tushuntirgani. U 50 ta aqidadan kitob emas, prosta roman o'qiganmisan 50 ta deb so'rab ko'ring-da. Agar o'qigan bo'lganida bu gapni gapirmasin. Lekin mahluqotlar haqida ancha ko'p fikr qilsang, shunchalar bu ishda yuksalsang, Alloh taoloning azamatini shunchalar yaxshiroq bilasan. Shuning uchun Allohdan Allohning olim bandalari qo'rqadi deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana tafakkur qilishlik mahluqotlar haqida, insonni tasbihga olib boradigan ishonchli yo'l deb aytdik. Mana insonni miyasi haqida ozgina bir fikr qilaylik. İnsonning miyasida 140 milliardga yaqin neyron hujayralar bor. 140 milliard. O'ylab ko'ringlar. Hali-haligacha ularning hammasini ishini, funksiyasini insonlar bilmaydi. Insonning miyasida joylashgan va ana shu nerv impulslarini o'tkazib turadigan, agar aytish mumkin bo'lsa, ingichka iplar bor. Aksonlar deyilar ekan. Bularning uzunligi 150-160 ming kilometrga teng ekan. O'ylab ko'ring-da, shu kichkinagina miyangizga shu narsa joylashgan. Mana shu 14 milliarddan ko'proq bo'lgan neyron hujayralarida xotirangiz bor, nutqingiz bor, ko'zingizni ko'rishi bor, tafakkur bor, eshitishingiz bor, mulohazangiz bor, hammasi shuning ichida. Ana shu 14 milliard hujayra bor yo'g'i
bug'doyni donasichalik hajmga ega ekan. O'ylab ko'ringlar-da. Subhanalloh deyishdan boshqa so'z qolmaydi tilingizga. Insonning jasadi ozuqalanishligi kerak. Organizmga quvvat kerak. Ana shu organizm to'qimalari mayda qon tomirlari orqali, kapillarlar orqali ozuqasini oladi. Endi ko'zni shoh pardasi, u ham ozuqa olish kerak. Agar u ham qon orqali ozuqa oladigan bo'lsa, ko'zni ko'rishi xiralashib qoladi. Endi mana shu joyga kelganda ko'zni mana shu shoh pardasi to'g'ridan to'g'ri shu kapillardan ozuqa olmasdan yonboshidagi a'zoni ozuqasidan tortar ekan. Subhanalloh deysizmi? Siz tirnog'ingizni o'sishini qarang. Bolangizni sekin-sekin bo'yi cho'zayotganligi, vazniga vazn qo'shilayotganligini qarang. Siz ozgina fikr qilib ko'radigan bo'lsangiz, subhanalloh deyishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Sunallohillazi atqana kulli shay. Bu kimning ishi? Bu har bitta ishni puxta qilgan zot Alloh taoloning ishi. Ko'chada ketyapti bir odam, bog'da ketyapti, tog'da ketyapti, bir ilonga ko'zi tushdi. Ko'zi ilonni ko'rdi, darrov qo'rqib ketadimi? Yo'q. Ko'z orqali ma'lumot miyaga uzatiladi. Miya uni xatar ekanligini o'qiydi. Endi qarang, buni misoli nimaga o'xshaydi? Bir odam kasal bo'ldida, laboratoriyaga borib turib analiz topshirdi. Analiz qog'ozlarini chiqarib berishdi. U o'qib ko'radi. Tushunadimi nima ekanligini uni? Tabib emas, tushunmaydi. Tabibga boradi, bu qog'ozning nima ekanligini o'qib tushuntirib beradigan tabib buni aytadi, mana kasal bo'libsiz deydi. Endi ko'z ham ko'rdi, miyaga bordi, miya o'qiydi. Miyada shunaqa papka bor, ilon degan. Surat ko'rgan, har bir hodisa voqealarda eshitgan, birod ilon chaqib olgan degan, video roliklar ko'rgan, shu papka uyg'onadi. Va miya butun tanaga buyruq beradi. Bu qandaydir 1-2 sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Miya jasadga qanaqa komanda beradi? Qanaqa buyruq beradi? Pochka qonga gormon tashiydi. Yurak urishi tezlashadi. O'pka qattiqroq ishlaydi, o'shuning uchun nafas olish tezlashadi. Jigar shakar moddasini ko'proq ishlab chiqaradi. Qon mushaklarga, muskullarga kelish ko'payadi. Insonning rangi sarg'ayadi. Bu 1 sekund, yarim sekund o'rtasida bo'layotgan narsa. Bilasizmi, bir odam qo'rqib ketganda bir irg'ib 3 metr devordan o'tib ketgani bor. Yoki shunday bir ko'tara olmaydigan inson ko'tarib oladi, bolasini ustiga tushib qolsa. Nimadan? Mana shu insonda organizmida keragidan ortiq quvvat paydo bo'ladi shu paytda. O'shuning uchun bir irg'ib o'tib ketdi. Bir kichkinaroq teshidan o'tib ketdi. Bo'lgan bu narsa. Keyin qarab turib aql olmaydi. Alloh taolo mana shunday quvvatni, mana shunday bir imkoniyatni qandaydir soniyalarda ichida berib qo'yadi. Subhanalloh deysizmi? Mana shu insonning miyasi, birodarlar, shu ma'lumotlarga qaraganda nima deymiz? Bir chinidek miya bo'ladigan bo'lsa, uzuniga 16-17 sm bo'lar ekan, eniga 13,5-14,5 sm bo'lar ekan. Vazni 900 grammdan 2 kilogacha bo'lar ekan. Shuning ichida shuncha ma'lumot bor. Yana bu nima qiladi? Rivojlanib turadi bu narsa. Birodarlar, biz Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsak, o'zimizni jasadimiz haqida fikr qiladigan bo'lsak, subhanalloh deyishdan boshqa choramiz qolmaydi. Ma tara fi xalqir rohmani min tafawut. Alloh taoloni, Rahmonni yaratishida bironta tafovutni, nuqsonni ko'rmaysiz. Alloh taoloni hamma mahluqotlari, hamma yaratgan xalqi komil va mukammal. Shuning uchun birodarlar, biz Allohga tasbih aytishni xohlasak, Alloh taoloni har qanday ayb nuqsondan poklashni xohlasak, tasbih aytishligimiz kerak. Tasbih aytishimiz uchun biz mahluqotlar haqida fikr qilishimiz kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bordir, bas ular ila chorlanglar. As-subbuh, ko'p ulug'lanadigan, ko'p poklanadigan zot. O'zi Alloh taoloni poklashlikni Allohga keragi yo'q. Allohni poklash bizga kerak. Har qancha poklamaylik, mahluqotlar har qancha poklamasin, talab darajasida poklay olmaymiz. Bizni o'zimiz nuqsonli bo'lganimizdan keyin tasbihimiz ham nima bo'ladi? Nuqsonli bo'ladi. Insonning muammosi nimada?
Allohni bor deb ishonib qo'yishligi oson. Alloh bor deb iymon keltirib qo'yishligi, kalima keltirib qo'yishligi oson. Insonning muammosi Allohni ulug'lashlikda. Astagfirullah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Albatta u hayotlaridagi chog'ida, hayotda dunyoda ulug' Allohga iymon keltirmagan edi. Ya'ni Allohga iymon keltirdi, ishondi, lekin ulug' Robbisiga iymon keltirishligi zaif bo'ldi, Allohni ulug'lashligi sust bo'ldi. Mana iblis ham birodarlar Allohga borligiga iymon keltirgan. Xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin deydi. Meni olovdan yaratding, uni Odam alayhisalom tuproqdan yaratding dedi. Ya'ni Rob ekanligini tan olyapti. Lekin buyrug'ini bajarishga kelgan paytda u kibr qildi. Demak, iymon keltirib qo'yishlikni o'zi bu kifoya emas ekan. Ana shu iymon keltirilgan Robbisini hukmini bajarishlikda qoyim bo'lishligi kerak. Iblis nima dedi? Qola anzirni ila yawmi yub'asun. Qayta tiriladigan kungacha meni o'ldirmagin. Qarang, Alloh taolo qayta tiriltirishiga ham iymoni bor. Alloh yaratganiga ham iymoni bor iblisni, lekin ulug'lashga kelganda, Allohning hukmini ulug'lashga kelganda nima qildi? Kibr qildi, osiylik qildi. Agar aqlini yeb qo'ygan ozchilik odamlarni hisobga olmasangiz, odamlarning aksariyati Allohning borligiga iymon keltirgan, ishonadi. Ammo ana shu Allohning borligiga ishonganlarning muammosi Allohning hukmlariga bo'yin egishlikda. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi, tamom, musulmon biz uchun. Endi ana shu itoati, Allohning buyruqlariga bo'yin sunishligida ular bir-biridan tafovutli bo'ladi. Bu taqvo deyiladi. Alloh azza va jalla inson uchun bu dunyoda nima kerak bo'lsa, hamma narsani ato qilib qo'ydi. Shunday bo'lsa ham inson Allohga ibodat qilishlikda qosir bo'ldi. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ana shu odamning muammosi nima deydi? Buyuk bo'lgan Robbisiga iymon keltirishlikda, uni hukmlariga bo'ysunishlikda nuqsonli bo'lganligi. Mana Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Va la yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim va la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Chunki u hayotda dunyodalik paytida ulug' Allohga iymon keltirmas edi va miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmas edi. Ko'ring, amalda susudi bu odam. Endi-chi, bas bugun bu yerda uning uchun biron do'st, madadkor yo'qdir va biron taom ham yo'qdir, faqat yidingdan bo'lgan bir taomki, uni faqat kofirlar yerlar. Alloh taoloning mana shu Al-Azim degan so'zi Qur'onda Al-Azim kalimasi 120 tadan ko'proq o'rinda keladi. Va huwa robbul arshil azim. Va u Alloh buyuk arsh sohibidir. Va huval aliyyul azim. U eng oliy va buyuk bo'lgan zotdir. Vallohu zul fazlil azim. Alloh buyuk fazl egasidir. Alloh siz bilan bizni dunyoga kiritdi, bor bo'lishlik ne'matini berdi. Hidoyat ne'matini berdi va nasl qoldirishlik ne'matini berdi. Bu Alloh taoloning fazli. Va Alloh taolo butun borlig'ini bizga bo'ysundirib berdi. Bir fikr qilib ko'ring. 4 ta odamning quvvati yetmaydigan bitta tuya shunday ip tushab so'dirasa orqasidan bo'ysunib ketyapti. Kerak bo'lsa 10 ta odamning kuchi yetmaydigan ot insonga nima qilyapti? Bo'ysunyapti. Alloh qodir edi ularda bo'ysunmaydigan qilib qo'yishlikka ham. Shuni o'ylangda, subhanalloh deng. Vahiy orqali, payg'ambarlar orqali bizni haqqa chaqirdi, bizni tarbiyaladi. Alloh seni tarbiyalaydi banda. Bir narsani ko'rsatib ta'lim beradi. Bitta musibatni beradi, ta'lim beradi. Kenglik beradi, ta'lim beradi. Torlik beradi, nasihat qiladi, musibat soladi. Kim Allohni yaxshi ko'raman desa-yu, unga qulchilikni bajarmagan bo'lsa, bu gapi quruq da'vo. Biz ham Allohga iymon keltirganmiz desa-yu, Allohning hukmiga bo'ysunishida suskashlik qilayotgan bo'lsa, bu gapi quruq da'vo bo'ladi. Ha, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi, biz uchun musulmon u.
Kalima uni musulmon qiladi. Biz ikkilamaymiz, aqidamiz bu. Endi sen shu kalimani quvvatini qilayotgan amalingda ko'rsat. Va hayoting ham shu amalingga bog'liq bo'ladi, osoyishta bo'lishligi. Alloh bilan bandaning o'rtasidagi aloqa, birodarlar, muhabbat asosida bo'lish kerak. Savol. Hozir juma o'qigani keldinglar. Majbur keldinglarmi? Yo yaxshi ko'rib qalbingizda muhabbat bilan keldinglarmi? Do'konni yopib olsang, hamma yopib ketibdi, uyatda endi. Atrofdagi hamma do'konlar yopib ketdi jumaga. Men qo'ssam hozir nima bo'ladi? Uyat bo'ladi. O'shuning uchun nima qilish kerak? So'rang o'zingizdan, jumaga nima deb keldingiz? Yaxshi ko'rib keldingizmi? Demak, sizni Allohga qilayotgan qulchiligingiz muhabbat asosida ekan. La ikroha fid din. Dinda majburlash yo'q. Namozda Alloh uchun o'qing. Muhabbat bilan o'qing. Hidoyat qilganiga shukr keltirib o'qing. Ramazon ro'zasi keldimi, xursand bo'lib kutib oling. Chunki keyingi Ramazongacha bormisiz, yo'qmisiz Xudo biladi. Sizga gunohlardan tozalanishga imkon berdi. Siz yaxshi ko'rib qiling ro'zani, yaxshi ko'rib bering zakotni, yaxshi ko'rib bering sadaqani. Alloh nimani xohlaydi bandasidan? Banda Allohni eshigi oldiga, Alloh taoloning huzuriga o'zini xohishi bilan, muhabbati bilan kelsin. Alloh bandalarni yaxshi ko'rishligini aytayapti. Endi banda ham Robbisini yaxshi ko'rsin. Demak, banda Allohni yaxshi ko'rish kerak. Banda Allohni tanidi, ammo yaxshi ko'rmadi. Yaxshi ko'rmagan bo'lsa, demak tanimabdi hali u. Chunki inson tanigan tarafni yaxshi ko'ra oladi, tanimaganda yaxshi ko'ra olmaydi. Endi tanidim, yaxshi ko'rdim desa-yu, bo'yin sunmagan bo'lsa, bu gapi ham quruq da'vo bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun biz Allohni tanishimiz kerak, muhabbatli bo'lishimiz kerak va hukmlarda qoyim va doim bo'lishligimiz kerak. Shariat nazdida aqlli odam kim? Allohni tanigan va Allohga yo'liqadigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam. Qaytarib aytamiz. Shariat o'lchovi bo'yicha aqlli odam kim? Allohni tanigan va Allohga ro'baro bo'linadigan qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rgan inson. Quraysh mushriklari savol so'rashyapti bir-biridan. Astagfirullah, amma yatasaalun anin nabail azim. Mushriklar bir-birlaridan nima haqida so'rashmoqdalar? Ulug' xabar haqida. Ulug' xabar nima edi? Qiyomatning borligi. Bizi iymonimizning asosiy shartlaridan bittasi qiyomat kuni borligiga ishonishligingiz. Endi ishonishligingizning dalili shunga tayyorgarlik ko'rayotganligingiz. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida yo'lda ketib borar ekan, qo'y boqib yurgan bir qulni ko'rdi. Qulni sinamoqchi bo'lib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Qul aytdi, men qulman, qo'y sayyidimniki dedi. Ha, sayyidingga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan dedi. Desa qul aytayapti, menga pul juda ham zarur hozir, juda kerak payt. Va xo'jayinimni ko'zida men juda ishonchli odamman. Agar shunday desam ishonadi dedi. Lekin Allohchi dedi. Mana qiyomatga iymoni bor ekanligini dalili. Odamlarda hammasini uxlatib qo'yishi mumkin. Dokument qog'ozlarda hammasini cho'tki qilib qo'yishi mumkin. Hammani uxlatish mumkin bizning tilda aytganda. Lekin Allohchi. Inson qiyomat kuniga borishligi, qiyomatda turishiga iymoni bo'lsa, boyagi ishlardan tiyila oladi. Ikkita gunoh bor. Ikkita gunoh bor. Alloh taolo oxiratda ham aniq beradi, lekin dunyoda ham aniq beradi. Qolgan gunohlarni Alloh taolo jazosini dunyoda bermay, oxiratga olib qo'yishi mumkin. Oxiratga qoladi. Ammo ikkita gunoh bor, shuni dunyoda ham beradi. Bittasi ota-onaga oq bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odam dunyoda xor bo'lmay iloji yo'q. Oxiratdan avval dunyoda xor bo'ladi. Ikkinchisi zulm. Zulm desa faqat birovni burnini urib sindirish tushunmaylik. Zulm nima? Zulm haqdorni haqqini bermaslik. Siz mansabdor bo'lib turib, ruchka bilan birovni haqqini o'ziniki qilib oldingizmi? 100 so'm olish kerak bo'lgan joyga
80 so'm berib turib 100 so'mga qo'l qo'ydiryapsiz. Bormi shu muammo? Voy, nima qilib o'tiribsan u yerda? Seni birodar haqqi yo'q. Agar kimdir mana shuna qilib zulman birodar haqqini yeb, odamlarga zulm qilayotgan bo'lsa, hayotini qarab turinglar-da. Dunyoni o'zida tavba qilib shu mazlamalarni egalariga qaytarib bermasdan ketadigan bo'lsa, dunyoda o'zida ham ko'radi. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy xushyor odam, oqil odam kim shariat nazdida? Allohni tanigan va Allohga ro'baro bo'ladigan, qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rgan odam. Haqiqiy yutuq birodarlar, Allohga itoat qilishlikda, qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rishlikda. Endi qiyomat kuni qanaqa kun bilasizlarmi? Astagfirullah. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiyatin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid. U qiyomat qanaqa kun bilasizmi? Qiyomat kunida inson kambag'al bo'lganiga quvonadi. Hisob kitobi yengil bo'lishini ko'rib. Dunyosi qo'lida katta bo'lganiga qiyomat kunida pushaymon yeydi. Inson qiyomat kunida hadislarda aytilganidek, ikkita odamning o'rtasida qozilik qilganiga pushaymon yeydi. Qaniydi shu mansabda o'tirmasam, qaniydi shu hukmni chiqarmasam. U shunaqa bir og'ir kunki, Alloh taolay aytadi. Uni ko'rar kuningizda, qiyomat kuni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborarlar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Mast odamda yuradi nima qilayotganini bilmasdan. Holbuki ularning o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Dahshatni qattiqligidan inson yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Qiyomat kunida erkak ayollar yalang'och holda mahshargohga yurib boradi desalar, Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, erkak ayol yalang'och bo'lib aralashib yursa, bir noqulay, uyatli holat bo'lmaydimi?" deganida payg'ambarimiz aytadilar-ki, "Ey Oysha, u kun shunday dahshatli kunki, inson yonida birov ketayotganligini ko'rmaydi. Dahshatli qattiqligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayol kiyim avrat emas. O'sha kun kelyapti, hammamiz oldimizda turibdi. Siz xohlamasiz ham o'sha kunga borasiz. Endi sizni oqilligingiz nimada? Ana shu kunga tayyorgarlik ko'rishlikda. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas buyuk Parvardigoringizning nomini poklab tasbih ayting. Va man yu'azim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kim Allohning qonunlarini hurmat qilsa, bas, albatta bu hurmat dillarning taqvodorligi sababli bo'lur. Mana shariatda narsa mumkin emas bu narsa dedi. Bir ish qilmoqchisiz yoki qildingiz, shariatda mumkin emas dedi. To'xtatdingiz. Shariat bo'yicha siz nohaq siz qaytarib berishingiz kerak dedi. Qaytarib berdingiz. Demak siz Allohning qonunini hurmat qildingiz. Ana nima bo'pti? Hamma qilyapti-yu, dedingizmi? Hurmat qilmabsiz. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalari va undan keyingi tobiinlar davrida bu insonlar uchun, bu musulmonlar uchun Allohning hukmlari qadrli edi. Allohning hukmlarini, buyruqlarini hurmat qilishdi. Qadrli bo'ldi Allohning hukmi bular uchun. Endi mana shu bandalar ham Alloh uchun hurmatli, qadrli bo'ldi. Alloh ularni aziz, mukarram qildi. Dunyoda ustozlarga aylantirdi boshqa millatlarga. Endi keyingi davrda musulmonlar uchun Allohning hukmlari qadrli, hurmatli bo'lmadi. O'shuning uchun bu bandalar ham, bu musulmon ummatining hozirgi toifasi ham Alloh uchun qadrsiz bo'ldi. Tushunarlimi? Fansurna alal qawmil kafirin deb duo qilaveramiz. Kofir qavm ustidan bizga nusrat berdingiz, lekin hayotimizda Allohning qonunlarini, hurmatini joyiga qo'ymayapmiz. Qachoniki hurmatini joyiga qo'yamiz, halolda halol deymiz, haromda harom deymiz, shariat bo'yicha yashaymiz. Allohning hukmlari biz uchun hurmatli bo'lsa, biz ham Alloh uchun hurmatli bo'lamiz. Alloh g'olib qiladi. Eng katta yutuq do'zaxdan uzoqlashib jannatga kirishing. Eng katta yutuq Qur'on o'lchovlari bilan, Qur'on miqyoslari bilan yashashliging. Alloh taolay aytadi, astagfirullah,
Va man yuti'allaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Yutuqqa erishibdi. Uyini 50 sotik bo'lishligi birodar, bu haqiqiy yutuq emas. Katta daromad olib kelib turgan tijoratini ishlab turishi bu haqiqiy yutuq emas. Dunyoning eng go'zal matohlaridan foydalanayotganliging haqiqiy yutuq emas. Haqiqiy yutuq Allohni tanishing, uni ibodatida, itoatida turishing. Eng katta haqiqiy yutuq do'zaxdan chetlatilib, jannatga kiritilishing. Chunki biz aytayotgan dunyo matohini qo'lga kiritishlik, dunyoda zo'r yashashlik yutuq desa, kofirlarning qo'lida bu dunyo siz bilan bizdan ko'ra ko'proq. Lekin ular oqibati nima bo'ladi oxirida? Astagfirullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Deyapti Alloh taolo. Har bir jon o'limni totguvchidir. Va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Qiyomat kunida shubhasiz qilgan ishingizning mukofotini komil suratda olasizlar. Faman zuhziha anin nar va udkhilal jannata faqad faz. Kim do'zaxdan chetlatilib deyapti Alloh taolo, jannatga kiritilsa tahqiq yutdi. Va mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bu dunyo hayoti esa aldaguvchi matordir. Aldaguvchi matodir. Insonni aldab qo'yadi. Qo'lingdagi katta dunyoing bor. Jamiyatda mavqeing bor. Shakli shamoiling bor. Kuch-quvvating bor. Ammo bularning hammasi miyangdagi bitta tomirda qisilib qolishi bilan bir pulga aylanib qoladi. Yuragingda bitta tomir qisib qoladi, bo'ldi, nogironsan. Endi hech kim emassan. Mana shunday qo'lingdagi narsalar bilan ne'matlanib, zo'r bo'lib turishliging bitta tomiringga bog'liq. Shu tomiringni qisib qo'yadigan kim? O'shuning uchun subhana robbiyal a'lo deylik. Sabbihisma robbikal a'la. Bir odam boradi, endi yo'q. Ketyapti, ko'z yumilib ketdi, jarga tushib ketdi. Pul ham qoldi, mansab ham qoldi, hurmat ham qoldi. Endi hech kim emas. Shuning uchun insonning oqilligi Alloh aytgan aziz narsani aziz deb bilish, Alloh arzimas, haqir deb aytgan narsani haqir deb bilish. Nimani tuzatish? O'lchov va tushunchani, hayot haqidagi tasavvurni tuzatishlik. Biz eng baxtli odamlarmiz, birodarlar. Yoppasiga. Chunki avvalambor la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganlardanmiz. Ikkinchidan, ana shu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan kalimani taqozosi bilan yashashim kerak degan g'amimiz bor. Mana shu bilan hammadan baxtlimiz. Ana dunyo matohi, endi bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Ozgina sabr qilaylik, ketib qolamiz. 100 yil burun bu yerda o'tirganlardan bittasi yo'q edi. 100 yildan keyin bu yerda o'tirganlardan birortamiz qolmaymiz. Qaranglar-da. O'shunda nimasiga quvonasiz? Allohni taniganingizga va uni hukmi bilan yashaganingizga. Biz baxtli inson ekanmizmi? Demak, oqil odam, xushyor odam Alloh ulug' degan narsani ulug' deb biladi, Alloh haqir deb aytgan narsani haqir deb biladi. Alloh taoloni tanigan, uni hukmida turgan musulmonning qalbi, birodarlar, ulkan qalb bo'ladi. Uni oldida har qanaqa katta narsa haqir narsaga aylanib qoladi. Ammo Allohning manhajidan uzoq, Allohning dinidan uzoq bo'lgan insonni qalbi kichkina bo'ladi, uni ko'zida kichkina narsa ham katta narsa bo'lib ko'rinadi. Albatta ikkita qalb o'rtasida farq bor. Mo'minning boyligi Alloh bilan bo'ladi. Quvvati ham Alloh bilan bo'ladi. Azizligi ham Alloh bilan bo'ladi. Mo'min shaxsiyati buyuk inson bo'ladi va bu narsaga hamma qodir bo'lmaydi. Astagfirullah. Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Bu narsaga ulkan qalb egasi bo'lishlikka, Alloh bilan o'zini aziz deb bilishlikka, Alloh bilan o'zini boy deb bilishlikka faqat sabr toqatli zotlargina erishurlar. Unga, mana shu narsaga faqat ulug' nasiba egalarigina erishur. Sen Allohning go'zal ismlaridan banda o'zingga ulush nasiba ol. Agar Allohning go'zal ismlaridan o'zingga ulush olsang, sen iffatlisan. Sen Allohdan olgan nasibang, ulushing tufayli insoflisan, kechirimlisan, kamtarsan, rahimlisan.
Muhammad alayhisolatu vassallamga Alloh taolo hamma narsani ato qildi. Vahiyni, mo'jizani, bayonni, fasohatni, go'zallikni, hikmatni va mana shuncha ulug' berilgan ne'matlarning ichida u zot sallallohu alayhi vasallamni xulqini maqtadi. Va innaka la ala xuluqin azim. Rasululloh zo'r siyosatchi bo'lganlar. Zo'r iqtisodchi bo'lganlar. Zo'r rahbar bo'lganlar, zo'r ota bo'lganlar, zo'r do'st bo'lganlar, zo'r er bo'lganlar. Mana shu hamma xulqlari komil bo'lgan, lekin Alloh taolo maqtaganda mana shunday ulug' sifatlanishidan xulqini maqtadi. Birodar, sen go'zal xulq egasisan. Chunki sen Alloh taolodan, Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zingga ulush nasib olgansan. Ukalar, odobli bo'lish, shirin so'z bo'lish, muloyim bo'lish, kechirimli bo'lish, islomiy xulq egasi bo'lish, bizning tilda esli bo'lish. Ko'chadagi johillarning ko'zida qoloqlik, qo'rqoqlik, bo'lib ko'rinadi. Behayo bo'lish, uyat gaplarni gapirish, har xil harom xarishlarga kirishlik, jur'at, bu jasorat, erkaklik belgisi bo'ladi. O'g'lonning tushunchasi. Yaxshilab bilib olinglar, ayniqsa yoshlar. Sizni go'zal axloq egasi bo'lishingiz, xulqingiz chiroyli bo'lishligi cho'ntagingizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Ishonasizmi shunga? Sizni axloqingiz go'zal bo'lishligi, ilmli bo'lishligingizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Dalil, bironta axloqi buzuq olimni ko'rganmisizlar, diniy olimni? Bormi shunaqa bir olimki, ko'zga ko'ringan, tanilgan, xalq tan olgan olimki, axloqi buzuq bo'lsin? Bormi? Bo'lmaydi. Shuning uchun ikki dunyo saodatiga ega bo'lishni xohlasangiz, hayotingizda barakot bo'lishini xohlasangiz, cho'ntagingizda baraka bo'lishini xohlasangiz, ilm sizga yuqishini xohlasangiz, axloqingiz go'zal bo'lsin. G'iybat qilmang ahli ilmlarda. Kibr qilmang kattalarga, kichiklarga. Beadab bo'lmang mashina minganingizda, futbol o'ynaganingizda. Qo'yingki odobli bo'ling. Mana shu biz aytayotgan narsalar sizga o'tadi, yuqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ra'ayta shuhhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'asaratan va ijabu kulli dira'in bi ra'yihi fa alayka bi nafsika." Agar baxillik g'olib kelayotgan bo'lsa, havoyi nafsga itoat qilinayotgan bo'lsa, dunyo oxiratdan muqaddam qo'yilayotgan bo'lsa va hamma o'zini fikri bilan qanoatlanib qoladigan bo'lsa, o'zing bilan ovora bo'lgin. Ya'ni odamlarni mana shu haqqa chaqirsang, dinni xizmatiga, ummatning xizmatiga da'vat qilsang, e'tibor qilmasa, har kim o'zini nafsi bilan, o'zini foydasi bilan ovora bo'lib qolsa, odamlar amri ma'rufga, nahy munkarga quloq solmay qo'ysa, unda o'zing bilan ovora bo'laver. Chunki oxir zamonga borganda birodarlar, mana shu baxillik, havoyi nafsga qullik, moddaparastlik, har kim o'zini fikri bilan qanoatlanib qolishligi keng yoyilib ketadigan kasalliklardan bo'ladi. Insonga ato qilingan eng ulug' ne'mat nima? Sog'likmi? Boylikmi? Tinchlikmi? Farzandlarmi? Biz aytib o'tgan bu narsalarni Alloh taolo musulmonga ham, kofirga ham beravergan. Demak, bu narsalar eng ulug' narsalar emas. Inson zotiga bu dunyoda beriladigan eng ulug' narsa bu Alloh taoloning ma'rifati, Alloh taoloni tanish va unga itoatda bo'lish. Tanish va itoatda bo'lishlik. Vallohu indahu ajrun azim. Allohning huzurida buyuk ajr bor. Mana shu o'rinda ozgina mulohaza qilish kerak. Otasi oddiy bir ishchi bo'lgan bola, 6 yoshar bola aytayaptiki, menda ko'p pul bor deyapti. Menda katta pul bor deyapti. Endi mana shu katta pul degan so'zni rivojlangan, taraqqiy topgan katta bir mamlakatning prezidenti aytdi. Iqtisodimizni yana ham rivojlantirgani katta mablag' to'plab qo'ydi dedi. 6 yoshar bola ham aytayapti katta mablag' deb. Katta mamlakatning prezidenti ham aytayapti katta mablag' deb. Qancha farq bor bu ikkala pul o'rtasida? Haliga yosh bolani ko'zida 500 so'm ham katta pul. 1000 so'm ham katta pul. 5000 so'm ham katta pul.
Endi boyaga prezident aytgan katta puli qanaqa pul bo'ladi? Milliardlagan dollar bo'ladimikan? Endi Alloh aytayapti. Allohning huzurida buyuk ajr bor deyapti. İnsanlar buyuk ajr deganda bu insonchasiga tasavvur qilinadi. İnsanlarda tasavvuri bilan o'lchanadi. Endi Alloh taolo aytayotgan bo'lsa-chi? Shuning uchun birodarlar, esimizdan chiqmasin. Bu dunyodagi eng katta berilgan, inson zotiga beriladigan eng katta narsa nima ekan? Allohni tanish va unga itoatda bo'lishlik. Alloh taoloning ism va sifatlarini bilishingiz, uni rahmatidan xabardor bo'lishingiz, halimligini bilishingiz, saxovatini bilishingiz, boyligini, quvvatini bilishingiz. Albatta bu ulug' ato, ulug' ne'mat. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Allohni tanigan odam bilan Allohni tanimagan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Birodarlar, eng katta ato, eng katta in'om Allohni tanishlik va unga itoatda turishingiz. Mana shu odam yutdi hayotda, mana shu odam yutkizdi hayotda degan gap bor. Yutdi shu odam deydi. Nima bilan yutdi? O'sha paytda chek olib qo'ygan edi. O'sha paytda gugut olib qo'ygan edi puliga. O'sha paytda mana qarang, yutdi deyotganimizda dunyo matohi qo'liga kattaroq kelib qolsa yutdi deyapmiz. Endi aytyapmizki, shu odam yutkizdi, chunki o'sha paytda sotib olgandi shu cheklarini deydi. O'sha paytda mana qilmagan edi. Biz yutdi, yutkizdi deyotganimizda insonlar dunyo matohidan kechib turib aytamiz. Mashin yutdi deydi. Las Vegasga borib turib avtomatda bitta tortuvdi deydi haligi. Igro avtomatda jackpotni yutib oldi deydi. 276 million dollarni yutdi deydi. Bizi ko'zimizda o'sha 276 million dollarni yutdi-da bu odam. Endi sizni nazaringizda chakana pulmi endi o'ling u, katta pulda. Endi buni bu yerga faqat hayoti shikolatda bo'lish kerakmi? Yo'q. Hozir aytyapmiz-ku, insonlar yutdi deganda insoniy o'lchov tushunchasi bilan yutdi deyapti. Lekin shariat o'lchov bilan aytsa nima edi? Yutdimi burasdan? Bu harom edi bu. Bu qimordi puli edi. Qancha odamlarni qaqshati olib to'plangan pul edi. Bo'ldi, endi umrning oxiriga yo'q. Shuning uchun birodarlar, yutdi, yutkizdi deyotgan paytda odamlar qo'ygan o'lchov tushuncha bilan o'lchamaylik kim yutgan, yutkizganligini. Alloh taolo aytayapti. Mana kim yutdi, kim yutkizdi. Hadis qudusida aytiladi. Alloh taolo aytadi. Ibn Adam, utulubni tajidni. Ey odam bolasi, meni qidir, meni izla, topasan. Fa iza wajadtani wajadta kull shay. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Meni topsang, yutding. Kim aytayapti yutding deb? Agar meni topa olmasang, hech narsani topmading. Agar meni topmagan bo'lsang, yutkizding. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Men sen uchun hamma narsadan ko'ra suyukliroqman. Kim yutibdi? Allohni topgan yutibdi. Allohni tanigan yutibdi. Allohga itoatda bo'lgan yutibdi. Tanidingiz, topdingiz, itoatda bo'ldingiz, keyin yutdingiz. Bir rolik ko'rib qoldim. O'sha motivatsiya qiladigan odamlarga mana motivirat qiladigan bir motivator chiqib turib, qo'lida arqon turibdi. Arqonni tasavvur qiling. Juda ham uzun arqon, so'dirab sahnani u yog'iga olib chiqib ketishibdi. Sahnani ichida ushlab turib tali odam arqonda. 10 santimetrlik izolenta o'rab qo'yibdi. Ko'k izolenta o'rab qo'yibdi. Arqon chiqib ketgan sahnadan tashqariga. Endi tasavvur qilinglar, mana hayot mana ipga o'xshasin deyapti. Bu ipni cheki yo'q deyapti. Mana bu izolenta baylangan 10 santimetr qismi dunyo hayoti. Qolgani oxirat deyapti. Yigitlar, ana shu 10 santimetrlik izolentaga aldanib qolmaylik. Chunki yutdi deb kim aytayapti? Alloh. Allohni tanigan, topgan va unga itoatda bo'lgan. Mo'min odamning ulug'ligi Allohni tanishi bilan bo'ladi. Allohning ulug'ligi mo'minning qalbini to'ldirib turadi. Ammo mo'min bo'lmaganlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
Man qala hina yusbihu subhanallahil azim va bihamdihi 100 marratin va idza amsa kadhalika lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih. Akhrajahu Buxoriy va Muslim. Rasululloh aytibdilar, kim tong ottirganda 100 marta subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan. Allohni tanimagan kofirlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Ular mana shu dunyo uchun hamma narsaga tayyor turishadi. Aytishadiki, dunyoda bor yo'q bir marta yashaymiz deydi. Shuning uchun o'ynab, kulib, maishat qilib olishlik kerak deydi. Aslida hayot shunaqami? Yo'q. Bular yutdimi? Yo'q, yutkizdi bular. Alloh taolo nima deydi? Ya'lamuna zohiran minal hayati dunya. Bunaqalar Allohni tanimaganlar. Dunyo hayotini zohirinigina bilishadi, ustunlikla bilishadi. Shuning uchun Allohni tanigan mu'min bilan tanimagan kofir o'rtasida katta farq bor. Bularning o'rtasida, ikkisining o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Allohga yo'liqishga tayyorgarlik ko'rishi insonning ulug'ligiga dalolat qiladi. Inson bu dunyoga keldi o'zini ixtiyorisiz. Dunyoga inson o'zini ixtiyoridan tashqari keldi, endi ixtiyori bilan yashaydi. Ammo dunyodan chiqib ketayotganda ixtiyor bo'lmaydi. Ixtiyorsiz keldingiz, ixtiyorsiz chiqib ketasiz, lekin ixtiyor bilan yashaysiz. Mana shu dunyoda shu chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rgan inson haqiqiy aqlli inson bo'ladi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, va ma qadarulloha haqqa qadrihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Odamlar Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Ammo mu'minlar to'g'ri taniydi. Dunyoga kelishing uni ixtiyori bilan edi. Erkak ayol bo'lishing uni ixtiyori bilan edi. Hayotingdagi kengchilik, to'g'rilik uni qo'lida edi. Musibatlarni keltirish yoki qaytarish uni qo'lida edi. Hamma narsa uni qo'lida edi. Sen Allohni taniding. Demak sen yutding. Demak sen yutding. Alloh taolo siz bilan bizni ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizni xotirjam qilib qo'ygan. Ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Hamma ish Alloh taologa qaytadi. Shuning uchun sen ibodatingni qil, tavakkal qil. E'tibor beryapsizmi? Ibodat qil, tavakkal qil deyishdan avval nima deyapti? Hamma ish meni qo'limda deyapti. Tanidingizmi? Yutdingiz. Insonni g'aflatda qolishligi bu uchun katta musibat hisoblanadi. Ana shu g'aflatda qolmaslik uchun as-subuh bo'lgan Robbimizni doim zikr qilib turishimiz kerak bo'ladi. Eng katta musibat insonning g'ofil bo'lishi. Eng baxtsiz inson Allohning zikridan g'ofil bo'lgan inson. Robbimiz as-subuh bo'lgan zot. As-subuh degani har qanday aybdan pok. Insonni dunyoda saodat topishligi, birodarlar, Allohning zikri bilan bo'ladi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan, deydi Alloh taolo, yuz o'girsa, Allohni zikr qilishidan, Allohning Qur'onidan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka. Bas unga tang hayot bo'ladi. Aytdi-ku, odamlar yutdi deyapti. Odamlar yutkizdi deyapti. Bu insoniy o'lchov bilan. Lekin Alloh aytayapti, kim yutgan, kim yutkizgan haqiqiy. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang hayot bo'ladi, ya'ni baxtsiz hayot bo'ladi. U dunyosi bo'lsa bo'lmasa farqi yo'q. Erkak ayol farqi yo'q. Qaysi zamonda yashadi farqi yo'q. Allohni tanimadi, Allohni eslatmasdan yuz o'girdimi? Nima bo'ladi bu inson? Albatta xor bo'ladi. Albatta tang hayotga uchraydi. Buni kim aytayapti? Robbil alamin bo'lgan as-subuh Alloh taolo.